Vaziyatimiz og'ir. Mashinamiz zavodga burak chiqib qoldi. Qayerga olib borsam? Qani motori, qani batareykasi bor? Elektromobil haqidagi fikrlarim umuman o'zgarib ketdi. Bunga taxminan qancha rasxod ketadi? Juda ham hayot uchun xavfli. Bitta mashinani aslida ustaning fikrini aytib o'tamiz. Yana aytaman, zapchastlarni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bir pochka ketar ekan. Yangi avtomobil. Bu mashinamiz ham yaxshigina yegan, u sepilgan deb yuborishi mumkin. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizga elektromobillarning avariya bo'lgan holatda taxminan qancha rasxodga tushishi, xizmat haqi qancha bo'lishini ko'rsatib beramiz va elektromobil haqidagi fikrlarimiz o'zimizniki juda ham o'zgarib ketganligi uchun sizlarga ham qisman ulashishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Videomizni boshida bir narsani ogohlantirmoqchi edik. Elektromobil olishdan oldin agar siz yangi elektromobil olmayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassis bilan kelishib, uni yoniga borib, u tekshirib olishini qat'iyan iltimos qilgan bo'lardim. Sabab nimaga? O'zimizni odatiy ustalarimizdan ko'ra elektromobilni danilari, uning sifatlari murakkab bo'lganligi uchun ular shunchaki ko'z bilan emas, ularning test qiladigan o'zini apparatlari va o'zini normalari bor. Ya'ni misol qiladigan bo'lsak, mashinaning tepasi qalinligi va yon qalinligi o'zi normalari bor. Tepasi 130, yoni 150 sepiladigan bo'lsa, tepasi 130 ekan yoki 150 ko'proq sepilgan ekan deb u sepilgan deb yuborishi mumkin. Yo'q, aslida norma mana shunday bo'ladi. 150 ga 130. Bu taxminan. Bu mashinani shunday degani emas. Yana bitta misol, bu mashinamiz ham yaxshigina yegan va tayyor bo'lgan. Uni siz bilan men shunchaki ko'z bilan ko'rib bilish imkonsiz. Shuning uchun bu narsani aytib o'tyapmiz. Bu mashinamizga 3,5 ming, umumiy hisobda 3,5 ming dollar ketgan. Buning ichida original zapchastlardan tashqari, original zapchast desak, bu zapchasti kiradi. Bu zapchastlar va o'ziniki qilinganlari kiradi. Bu mashinamiz esa ko'rganlar bo'lsanglar, Li Enco yangi avtomobil, atiga 100 kilometr yurgan ekan. 100 kilometr tasavvur qilsam, endi bu harakatda nima deydi? Bu tomondan olib ko'rsating. Bu holatda hozir biz ustamizga taxminan hisoblatib ko'rdik. Kipuraslar oldi o'ng qismi ketgan bo'lsa, fara yo'q, kapot ketgan. Umumiy hisobda bu mutaxassis bo'lmaganligimiz uchun birma-bir detal sanab bera olmaymiz. Umumiy aytamiz, 6 ming, 7 ming dollar bo'ladi dedi ish haqqi va ustasi bilan. Agar original zapchastlarni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bir pochka ketar ekan. Tak что ehtiyot bo'lib yurasizlar. Davom etamiz, qani ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, topishga harakat qilib ko'ringlar. Nima model bu? Rosti uzr, kulish bunaqa holatda odam kulib bo'lmaydi, lekin shu darajaga kelib qo'ygan. Hammaga hit bo'layotgan hozir BYD Chazor. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Har bitta mashinani aslida ustaning fikrini aytib o'tamiz. Yana aytaman, biz mutaxassis emasmiz. Usta shunchalik ta'riflab berdiki, avtomobillarni meni miyam, fikrim, elektromobil haqidagi fikrlarim umuman o'zgarib ketdi. 180 gradusga o'zgarib ketdi va niyat qilib yurgan, qaysidir modelda niyat qilib yurgan edim, u modelni olmaslikka qaror qildim. Endi tasavvur qilaveringlar, u qanaqa sifatlar bor. Bu BYD Chazorimiz. Buni taxminan hisoblab berdi. Boyaginday, agar original zapchastlar ketadigan bo'lsa, Xitoydan olib kelib, albatta bunga muddat, qanchadir muddat ketadi, lekin O'zbekistonda ham bor. O'zbekistondagi esa narxida farq qilganligi uchun ko'pchilik Xitoydan olib keltirar ekan yoki shu yerdagi boshqa mashinalarda butun detallarini olib qo'yiladi. Original hisoblanadi. Bu bo'ladi, original hisoblanadi. Shunaqa qilib, bu ham 4 ming, 5 ming atrofida bo'ladi. Yana bitta ko'rsataman. Uni u BYD Chazorimizni qayta tiklash yangi avtomobilni narxiga yaqinlashib qolganligi uchun zapchastga sotib olgan ekan. Aynan shunaqa avtomobillardan boshqa modellarga qo'yib sotiladi. Hozir o'sha ko'rsataman, qani ketdik. Bu yerda ko'rasizlar, bu avtomobilingizning batareykalari, agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, elektromobilning batareykalari shu holatda bo'ladi. Yechib hal qilinadi. Yana bitta e'tiborli tomonini aytaman.
Elektromobillarda ko'pchilik necha kilovatli batareya, necha kilovatli tok, qancha zaryad oladi aytilgandi-ku, bugun shu ma'lumotni bildim. Rosti shu kungacha hech kim aytmagan yoki eshitmaganman. Elektromobillarda 500 kilovat olishi, yo kilovat desam noto'g'ri bo'ladi. Volt. 500 volt, 600 voltgacha elektr kuchlanishi bo'lar ekan. Odatiy uyda kundalik yurishimiz ishlatadigan rozetkalarimizni 220 bo'ladi. Endi tasavvur qiling, qanaqa kuchli bo'ladi. O'zimizda odatiy mashinalarimizda 12 volt bo'ladi-yu, qo'limiz tegsa ham tok urmaydi, lekin bunda shunaqangi kuchli bo'lar ekan. Shuning uchun albatta buni o'zini mutaxassisi ochmasa, juda ham hayot uchun xavfli. Buni ham e'tiborga olib qo'yinglar. Ya'ni elektromobilinglar bo'lsa, albatta buni o'zini mutaxassisiga olib boringlar. O'zingizlarni tanish bo'lgan elektrikinglarga yoki kimlarga tanishinglarga ko'rsatib yurmanglar. Ular ham hayotini xavfga qo'ygan bo'lasizlar. Boyagi chazorda hozir ko'rsatamiz. Ketdik. Mana o'sha bizda BYD chazorimiz. Buni ham bir qaraganda BYD chazorligini bilib bo'lmaydi. Bu mashinamizni butun detallarini olib boshqa chazorlarga qo'yishsa bo'ladigan joylarni olib qo'yilgan, lekin mana shu holatda ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashina o'sha mashina bo'lmaydi. Tak ходовой частlar, orqa eshiklar, butun detallar xullas nima olingan bo'lsa, buni narxini aytish shart emas, bu zapchastga ketadi. Davom etamiz. Keyingi mashinamiz BYD Sigil bo'ladi. Bu mashinamizni orqasidan kelib yetib olgan bo'ladi. Tak, bu mashinamizga уже bitib qoldi. Bu yerda dublikat zapchastlar qo'llanilgan. Agar originaldan qilinadigan bo'lsa, orqa kapot, mana bunaqa fara, mana shu orqa qism umumiy hisobda $1000 dan oshar ekan. Agar dublikatning bo'ladigan bo'lsa, boyagi yoki bu bo'ladigan bo'lsa, yarim puliga to'g'ri keladi. Xizmat haqqini esa usta bilan kelishib olasizlar. 500-600 hamma usta har xil qiladi-yu, ishiga, sifatiga qarab. Shunaqa taxminan mana shuncha rasxat ketadi. Kadr bormi? Hozir usta akamiz Farhod aka kelib qoldilar. Qolgan ma'lumotlarni ulardan to'liqroq, bo'li gрамотныйroq so'raymiz. Farhod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tak, keyingi avtomobilingiz Leopard ekan, adashmasam. Ko'rishimiz bo'yicha bu yerda hozir motori ham yo'q ekan. Motori yechib tashalgan. Motori yechib tashalgan ekan. Siz bu usta akamiz asosan kuzov bilan shug'ullanadi. Bunga nima ishlar qilinadi, aka? Bunga endi zapchasi zakaz qilinadi. Kapotimiz, Kapot krilo, yo'q krilo, bamper sbori, fara, ekranka, da juda narsalari. Chunki bu yangi model bo'lganligi uchun bu topishda iloji yo'q. To'g'ridan to'g'ri zakaz qilinadi. Taxminan qancha bo'ladi buni? Yetib 5-6 minglik yetib qolsa kerak. 5-6 ming dollar taxminan, to'g'rimi? Undan tashqari u zapas kelish vaqti ham bor. Ha. Vau, e'tibor beramiz. Endi hech kim bunaqa kunga ishga tushmasin, lekin taxminan orientirni olib qo'ygan yaxshi. Keyingi mashinamiz BYD Champion ekan. Bu mashinamiz o'ng tomondan urgan menimcha, Ha, o'ng tomondan urilgan. Bunga ham bamper. Bamperi olinadi. Menimcha O'zbekistonda bor, narxida tafovut bor, lekin to'g'rimi? Agar Xitoydan zapchas qiladigan bo'lsa, arzon bo'lishi mumkin, kutish kerak. O'zbekistonda bor-ku, narxida tafovut bor. Bor, buni zapchaslari bor. BYDda muammo yo'q. Bunga taxminan qilinadigan ishlar Shu bamper olinadi. faramiz qo'yilar ekan. Fara. Ходовой части, Eshigimiz ham eshigi ham o'tgan. albatta bu mijozni cho'ntagidan, ya'ni moliyaviy holatidan kelib chiqib qilinadi. Kimdir original qo'yishi mumkin, kimdir agar o'xshasa eshiklarini o'zini chiqarib ber deyishi mumkin. Shuning uchun narxlar farq qiladi. Mana shuncha bo'lar ekan deb keyinchalik haligi e'tirozlar bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun oldini olib qo'ygan holatda aytyapmiz. Bunga taxminan qancha rasxod ketadi? Endi egasidan o'zi gaplashib aniq qilinadi. Ha. Bu yerda taxminan kamida $1000 ish bor. Ha, shunaqa. Kamida $1000 ish bor. Chunki bunaqa avtomobil mingan insonlar biladi. Keyingi avtomobilimiz tak. Bu yoqda Dongfeng ko'rdik, bu yoqda yana bitta Champion ko'rdik. Championni aytdik. Dongfengni aytamizmi? Dongfeng ham o'zi shunaqa. Oldiga o'taylik, qani ketdik. Dongfengda vaziyat sal og'irroq ekan. Juda ham og'ir desam bo'ladi, sal emas. Ko'rishinglar mumkin. Mana yerga kelib choy poy ichib o'tiradigan holatga kelib qoldik. Ko'ryapsizlar? Hech nima yo'q, kuzovdan boshqa. Zavoddan kuzov olib o'xshaydi. Bu nima bo'ladi taxminan aka? Bu kelajagi bormi, yo'qmi bu mashinani? Kelajagi bormi? Cho'ntagiga qarab, egasini. Cho'ntagiga qarab. Buni ham anaqasi, zapchasi zakaz.
zapchast zakaz. Eng qizig'i buni motor, не только motori, salonga qismiga olib keladigan bo'lsak, salonda ham hech nima yo'qda, ko'ryapsizmi? Qaranglar. Salonimiz ham bombosh bo'lib qolibdi. Xullas buni narxini aytmay qo'ya qolamiz, kayfiyat tushib ketadi. Aytmay qo'yaveramiz. Tak, bizda Zikr avtomobilini ko'rdik. U yerda yonib ketgan ekan. U nima bo'lgan? Yongan. U nima bo'ladi uni taqdiri? Ko'rsatamiz buni ham? Endi uni ham nima bo'ladi? Unga ham xuddi shunaqada. Taxminan aytib qo'yavering narxini. Endi Qo'rqsa ham aytaylik. Endi hammasini aytmasak qizig'i qolmaydi-da. Hozir shu zikrga boraylik, agar iloji bo'lsa. Qo'yaylik. Qani ketib, shu zikrni ko'rsatamiz. Rosti sizdan oldin u usta aka bilan gaplashganimda elektromobillarda sizlarning ishlaringiz ko'p tushadi-ku. Asosan programmasi, motori, batareyasi qanday aytganda meni fikrim umuman o'zgarib ketdi. Даже bir ikkita brendlarni o'zim niyat qilib qo'yganim, xudo xolasa moliyaviy holatim shu holatga kelganda olaman deb o'zgarib ketdi. yaxshi yomon emas mashina. Mana shu mana Shuni gapirmasa yaxshi. zapchasini gapirmasa yaxshi. O'zi yonib ketganmi, nima bo'lgan, qanday holat bo'lgan unda? O'zi yongan. Endi o'zidan o'zi yonib ketgan, qani udar bo'lganini bilmadim. Saloni yonib, salonga o'tgan ekan. Motorga ham o'tgan menimcha. Shunaqa o'ziga. Qani? Motorni ham olib qo'ysalar. Vaziyatimiz og'ir. Buni narxini bilasizlar, qanchaga tushishini endi taxminan aytamiz. Aydagan odam biladi narxni. Pochka bormi, yo'qmi? Ekipajgachi? Ya. Ekipajga yetmaydi, pochka bor. Taxmin qilib olaveringlar. Farqot aka, bu adashmasam BYD Yuan Up. Yuan opa. Bu bamperimiz ketgan ekan, fara ketgan. Bu urilgan adashmasam, to'g'rimi? Ходовый части. Unaqa strashniy bo'lmasa kerak menimcha bu. Yo'q, bu unaqa strashniy. Bunga taxminan qancha ish ketadi, nima bo'ladi? Где-то shu zapchasi minimumdan ziyod. $1000 atrofida. Minimumdan ziyoda. Xizmat haqqini o'zingiz bilan agar mana shu Farhod akaga keladigan bo'lsanglar, o'zi bilan kelishib olasizlar. Bu yana aytaman, har bir ustada narxlar o'ziga yarasha, sifatiga yarasha bo'ladi. Shuning uchun narxlarda hech qanday e'tiroz bo'lmasin. Bu taxminan shunaqa narxlar bo'ladi. Sizga bugungi video uchun Farhod akaga katta rahmat aytamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sizga ishimiz tushmasin. Yaxshi to'ylarga chaqiraylik. To'y yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat Farhod aka. E'tiboringiz uchun rahmat. Davom etamiz. Elektromobil haqidagi fikrlarim o'zgarishga keladigan bo'lsak, buni ustani fikri, ya'ni bu yana aytaman, hamma joyda mana shu qaror to'g'ri yoki mana shu gap to'g'ri degan emas. Usta bilan do'stona fikrlashganimda aytdiki, agar siz yangi avtomobilni olayotgan bo'lsangiz, aynan Xitoyning elektromobil, gibrid elektromobillarini olayotgan bo'lsangiz, 1 yil yoki 2 yilda minsangiz, minmasangiz 8 ming, 10 ming, hattoki qimmat elektromobillar $20,000 gacha narx tashlaveradi. O'shanaqa holatga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, olishingiz mumkin. Agar rabochiy olaman deydigan bo'lsangiz, o'sha 5-10 ming dollar arzonni olasiz. Lekin elektromobillar deyarli 80-90% Xitoy elektromobillarida patolog 50 ming, 60 ming kilometrgacha bez probeg, bez remont demoqchi edim, bez remont yuradi. Undan u yog'iga cho'ntagingiz ko'tarsa, remontiga tayyor turing deyapti. Bu hozir yangisini olishga ham, eskisini olishga ham rosa o'ylanib qoldim. O'zimni benzinli mashinamda yuraveramanmi dedim. Yana bitta gрамотный, elementarniy tomonini aytdi. Hozirgi kunda hamma yoqda bong urayotgan biz ofitsialniy dillermiz, ofitsialniymiz, garantiyamiz bor, 100 ming probeg tuda aytayotganlar qani menga olib kelsin. Agar sizlar ofitsialniy diller bo'lsanglar, sizlarda ustaxonanglar qani? Mana meni mashinam sizlardan, например, oldimda zavodskiy brak chiqdi yoki nimadir ish chiqib qoldi. Qayerga borib tekshirib berasizlar? Yo'q. Shuning uchun hamma joyda ham ishonavermanglar. Biz ofitsialniy dillerimiz, Xitoydan to'g'ri olib kelyapmiz. Xo'p, shunaqa ekansan. Qani menga ustaxonangni ko'rsat, O'zbekistondagi. Meni mashinam zavodskiy brak chiqib qoldi. Qayerga olib borasan? Qani motori, qani batareykasi bor? Shunaqa talablarni qo'ying dedi. Menga mana shunday do'stona o'zi endi tanishgan bo'lsak ham do'stona o'zining maslahatini berdi. Sizlardan ham iltimos qilib olayotgan bo'lardim. Iltimos qilib qolayotgan bo'lardim. Agar elektromobil xarid qiladigan bo'lsanglar, mana shu jihatlariga e'tibor beringlar. Mayli mashinanglar zo'r yursin, brak chiqmasin. Agar lekin bu narsani ehtiyotini qilib qo'yish kerak. Sizga bundan keyin yana ham qiziqarli kontentlar tayyorlashda harakat qilamiz.
bizga obuna bo'lib qo'ying, yaqinlarga ulashing, chunki bu ma'lumotlar har bir avtomobil olmoqchi bo'lgan ayol erkak bo'lsa kerakli ma'lumotlar deb hisoblayman. Shuning uchun sizlarga yaxshisini ulashib boraman. Ovorish kerak kanalida keyingi kontentlarda ko'rishguncha